O'zbekistonni jahon bilan bog'laydigan ko'prik shubhasiz aeroportlardir. Shuning uchun ham biz bugun Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga keldik. Tasavvur qilamiz, biz Sirojiddin bilan bugun biror xorijiy davlatga uchib ketamiz. O'zi qaysi davlatga uchib ketamiz? Qaysi davlatga uchib keladi o'zi? Sirojiddin, aeroportdagi hamma qonun-qoidalarni yaxshilab eslab qolgin. Kelasi safar men siz sayohat qiladigan bo'lsang, hamma qonun-qoidalarni to'g'ri bajarishing kerak bo'ladi. Aeroportga kirganingdan keyin seni birinchi bo'lib nazorat punkti kutib oladi. Xo'p. Aeroportdagi nazorat postidan o'tishda hujjatlaringizni qo'lingizga oling. Navbatga va ichki qoidalarga amal qiling. Metall buyumlarni alohida idishga solasiz. Yuk sumkalar lenta orqali skaner qilinadi. Muhim eslatma. Taqiqlangan buyumlar ro'yxati bilan oldindan tanishib chiqing. Masalan, o'tkir, kesuvchi buyumlar, yonuvchi moddalar bilan parvoz qilish mumkin emas. Asosiy yuk va qo'l yuki bo'yicha yo'riqnomalar bir-biridan farqlanishi mumkin. Nazorat xodimining ko'rsatmasiga amal qiling. Video yoki suratga olish taqiqlangan joylarda telefonni ishlatmang. Hozir uchib ketish terminalini 2-qavatiga ko'tarilamiz va u yerda ro'yxatdan o'tamiz. Hop, Ketdik. Sirojiddin, qarab, bu tabloda uchish yo'nalishlari va ro'yxatga olish vaqtlari haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rding, hammasi yozilgan. Sariq rang bilan belgilangan raqamlar qayerdan ro'yxatdan o'tishingiz haqida ma'lumot beradi. Uchib ketish terminalining 2-qavatida nimalar bor? Kutish hududi, ro'yxatga olish hududi, bank xizmatlari, kassa, turli xil do'konlar va albatta yo'lovchilar uchun zaruriy ma'lumot burchaklari mavjud. Mahra opa, bu qanaqa qurilma? Bu qurilma orqali yo'lovchilar o'zini o'zi ro'yxatga oladi, Sirojiddin. O'tiniga odamlar yig'ilib turibdi. Bu qurilma orqali esa shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan aeroportda tekin Wi-Fi dan foydalanish uchun QR kod beradi. Zo'r ekan. Sirojiddin, tablo orqali qaysi ustunga borib turishimizni aniqlab oldik. Endi esa navbatga turamiz. Yur. Aeroportda ro'yxatdan o'tish uchun ichki reysga kamida 2 soat, xalqaro reysga 3 soat oldin keling. Ro'yxatdan o'tkazuvchi xodimga pasport va chiptangizni topshiring. Xodim sizga parvoz kartasi beradi. Yukingiz belgilangan og'irlikdan oshmasin. Odatda miqdor 20-23 kilogramni tashkil etadi. Qo'l yuki uchun alohida cheklov bor. Odatda 7-8 kilogram. Sirojiddin, chiptadagi QR kod orqali pasport nazorat hududiga o'tamiz. Undan so'ng esa bojxona nazorat hududiga va undan so'ng esa aeroportning sivil hududiga o'tamiz. Undan so'ng esa samolyotga chiqamizmi? Albatta, undan keyin samolyotga chiqamiz. Barcha qoidalarga amal qilgan yo'lovchi xotirjam parvoz qiladi. Jahon manzillariga a'lo kayfiyatda uching.